Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oydan boshlab yangi tekshiruvga tushish haqida gap ketmoqda. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki deyarli har birimizning oilamizda nafaqadagi ota-onamiz, buyimiz, bovimiz yoki yaqin qarindoshimiz bor. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik bu tekshiruv nimani anglatishini bilmaydi va noto'g'ri tushuncha sababli ortiqcha vahimaga tushadi yoki aksincha beparvo bo'lib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilish pulingizni, asabingizni va huquqingizni himoya qiladi. Men avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Yangi tekshiruv degani hamma pensionerning pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Bu eng katta noto'g'ri tushuncha. Tekshiruv deganda davlat idoralari pensioner haqidagi ma'lumotlarni qayta solishtirishi, hujjatlarda xato bor yo'qligini ko'rishi, pensiya to'lovlari qonuniy asosda davom etayotganini aniqlashi tushuniladi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Masalan, mehnat daftarchasi, ish staji, arxiv ma'lumotlari, yashash manzili, bank kartasi, pasport ma'lumotlari alohida joylarda saqlangan. Bir joyda familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, boshqa joyda tug'ilgan sana noto'g'ri tushgan. Yana bir joyda ish staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Ilgari bunday xatolar yillar davomida bilinmay qolgan. Hozir esa ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati dalolatnomalari, bank tizimi, soliq, bandlik, migratsiya, mahalla va boshqa bazalardagi ma'lumotlar bir-biri bilan taqqoslanadi. Maqsad oddiy. Pensiya to'g'ri odamga to'g'ri miqdorda, qonuniy asosda to'lanayotganini aniqlash. Avvallari pensioner o'zi bormasa, ko'p hollarda idora xodimlari eski hujjatlar bilan ishlardi. Endi esa tizimlar avtomatik signal berishi mumkin. Masalan, pasport muddati almashgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, tizim buni ko'radi. Pensioner boshqa hududga ko'chgan, lekin pensiya eski manzil bo'yicha yuritilayotgan bo'lsa, savol tug'iladi. Pensiya oluvchi uzoq vaqt kartadan pul yechmagan bo'lsa, bank yoki pensiya organi bu holatni aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Bu o'zgarish ayniqsa 1930 yildan 1935 yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun dolzarb. Chunki bu yosh toifasidagi odamlarning ko'pchiligida eski namunadagi hujjatlar, Sovet davridagi mehnat daftarshalari, arxivlardan olingan staj ma'lumotlari, eski nikoh yoki familiya o'zgarishi bilan bog'liq hujjatlar bo'lishi mumkin. Ayrimlar bir necha tashkilotda ishlagan, ayrimlar kolxoz, sovxoz, zavod, maktab, kasalxona, qurilish, transport sohalarida faoliyat yuritgan. Shu sababli ma'lumotlarni bir joyga jamlashda noaniqliklar chiqishi tabiiy. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani o'z vaqtida olayotgan bo'lsa, hujjatlar joyida bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, yashash manzili aniq bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Tekshiruv odatda bunday odamlar uchun oddiy ma'lumotlarni tasdiqlash jarayoni bo'ladi. Lekin ayrim toifadagi pensionerlar e'tiborli bo'lishi shart. Birinchi toifa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgargan, lekin pensiya organiga xabar qilmaganlar. Masalan, fuqaro eski pasportini almashtirdi. Yangi ID karta oldi, lekin bank va pensiya bo'limidagi ma'lumot eski pasport raqami bilan qolib ketdi. Bu holda to'lovda texnik ushlanish bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, yashash manzilini o'zgartirganlar. Masalan, pensioner Samarqanddan Toshkentga farzandining uyiga ko'chib keldi. Ammo ro'yxatdagi manzil eski joyda qoldi. Pensiya to'lovi davom etayotgan bo'lishi mumkin, lekin tekshiruvda bu odam aslida qayerda yashaydi? Qaysi hudud bo'yicha xizmat ko'rsatiladi degan savol chiqadi. Uchinchi toifa pensiyasini o'zi emas, ishonchnoma orqali boshqa odam olayotganlar. Bu juda nozik masala. Masalan, 8 yoshli buvining pensiyasini qizi yoki nevarasi bank kartadan yechib turadi. Agar bu kasal bo'lsa, yurishga qiynalsa, bu tushunarli. Lekin ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa yoki hujjat noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muammo paydo bo'ladi. 4-toifa, uzoq vaqt kartasidan pul yechmagan pensionerlar. Masalan, 92 yoshli boboning kartasiga pensiya tushyapti, lekin 3-4 oy davomida pul olinmagan. Tizim buni ko'rib, pensioner tirikmi? Sog'lig'i qanday? Kartadan kim foydalanmoqda degan savollarni tekshirishi mumkin. Bu qo'pol eshitilishi mumkin, lekin amalda bunday nazorat budjet mablag'lari noto'g'ri ketmasligi uchun qilinadi. 5-toifa.
mehnat staji bo'yicha eski hujjatlarda noaniqlik borlar. Masalan, bir kishining mehnat daftarchasida 1978 yildan 1986 yilgacha zavodda ishlagani yozilgan, lekin arxivda 1980 yildan keyingi ma'lumot topilmayapti. Yoki ayol kishi turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan, ammo eski ish joyidagi hujjatlar qizlik familiyasida qolgan. Shunday vaziyatlarda qo'shimcha hujjat talab qilinishi mumkin. Keling, birinchi misolni olaylik. 1928 yilda tug'ilgan erkak kishi 3 yil ishlab pensiyaga chiqqan. U pensiyasini bank kartasi orqali oladi. 2024 yilda pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin pensiya bo'limiga bormagan. Bankdagi ma'lumot eski hujjat bilan pensiya bazasidagi ma'lumot esa yangilanishi kerak bo'lgan holatda qolgan. Tekshiruvda nomuvofiqlik chiqsa, unga hujjatingizni yangilang deb aytiladi. Bu pensiya bekor qilinadi degani emas. Faqat ma'lumot to'g'rilanmaguncha to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. 1942 yilda tug'ilgan onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiya kartasini o'g'liga bergan. O'g'li har oy pulni yechib onasiga xarajat qiladi. Agar hammasi rozilik bilan qonuniy bo'lsa, muammo yo'q. Lekin tekshiruvda onaxonning o'zi pensiyani olayotgani tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Agar ona men pul olayotganimdan xabardorman, farzandim menga yordam beryapti desa, vaziyat oydinlashadi. Lekin agar pensionerning roziligisiz karta ishlatilayotgan bo'lsa, bu allaqachon jiddiy huquqiy muammo. Uchinchi misol. 1963 yilda tug'ilgan ayol pensiyaga chiqqanida 2 farzand parvarishi ish staji va arxiv hujjatlari asosida pensiya hisoblangan. Keyin tekshiruvda arxivdagi bir tashkilot nomi o'zgargani sababli ma'lumot mos kelmay qolgan. Bunday holatda ayolga eski ish joyidan yoki arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib kelish tavsiya qilinadi. Agar hujjat topilsa, pensiya miqdori saqlanadi yoki hatto ayrim hollarda qayta hisoblash orqali oshishi ham mumkin. To'rtinchi misol. 1936 yilda tug'ilgan boboning pensiyasi kartaga tushadi, lekin u naqd pulni ishlatmaydi. Farzandlari ta'minlab turadi. Kartada 6 oy pul yig'ilib qoladi. Tekshiruvda bank operatsiyasi bo'lmagani ko'rinadi. Bu holatda boboning yaqinlari vahimaga tushmasligi kerak, lekin pensionerning holatini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan mahalla orqali, ba'zan pensiya bo'limiga murojaat orqali, ba'zan bankdagi identifikatsiya orqali masala hal qilinadi. Agar sizning hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pensiya kartangiz o'zingizda bo'lsa, pasport yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, hech kim sizdan ortiqcha narsa talab qilmaydi. Tekshiruvdan qo'rqish shart emas. Men ko'p odamlar bilan gaplashganimda shuni ko'raman. Odamlar tekshiruv so'zini eshitsa, darrov pensiyamni olib qo'yishadi deb o'ylaydi. Aslida tekshiruvning maqsadi ko'pincha tartibga solishdir. Masalan, 1925 yilda tug'ilgan pensioner har oy pensiyasini o'zi oladi. Bank kartasidan foydalanadi. Manzili ro'yxatda to'g'ri, hujjatlari yangi. Bunday odam uchun tekshiruv sezilmasligi ham mumkin. Tizim ma'lumotni solishtiradi. Hammasi mos kelsa, to'lov odatdagidek davom etadi. Endi eng muhim nozik nuqtalarni aytaman. Birinchidan, telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Agar kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, pensiyangiz tekshiruvga tushdi, kartangiz raqamini ayting, SMS kodini yuboring, bo'lmasa pensiyangiz to'xtaydi desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning to'liq raqamini, amal qilish muddatini, SVV kodini, SMS tasdiqlash kodini begona odamga aytmang. Pensiya organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Ikkinchidan, hujjatlarni birov orqali topshirishda ehtiyot bo'ling. Ba'zi odamlar men tanish orqali tez hal qilib beraman deb pul so'rashi mumkin. Rasmiy tekshiruv uchun pora berish kerak emas. Hujjat talab qilinsa, uni rasmiy idoraga topshirasiz, ariza yozasiz, ro'yxatdan o'tkazasiz. Har bir murojaatning kirim raqami bo'lishi kerak. Uchinchidan, pensiya miqdori kamayib qolsa yoki to'lov kechiksa, darhol sababini yozma shaklda so'rang. Og'zaki gapga tayanib qolmang. Sizning pensiyangiz tekshiruvda deyishning o'zi yetarli emas. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi ma'lumot mos kelmayapti? Qaysi muddatda bartaraf etish kerak? Bular aniq aytilishi kerak. To'rtinchidan, chet elda vaqtincha yashayotgan pensionerlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, pensiya olish tartibi va yashash holatini tasdiqlash bo'yicha qo'shimcha talablar bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda elchixona, konsullik yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumot olish kerak.
Farzandlar otam chetda, men kartadan olib turaman deb o'ylashi mumkin. Lekin huquqiy tartib to'g'ri bo'lmasa, keyin savollar tug'iladi. 5-dan vafot etgan odam nomiga pensiya tushib turgan holatlar juda jiddiy masala. Ba'zan qarindoshlar 1-2 oy tushibdi, o'lib ishlatdik deb o'ylaydi. Lekin bu noqonuniy to'lov hisoblanishi mumkin va keyin qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun oila a'zosi vafot etsa, tegishli idoralarga vaqtida xabar berish kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Pensionerning asosiy hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta amaldami? Familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana barcha hujjatlarda bir xilmi? Yashash manzili ro'yxatda to'g'rimi? Shularni ko'ring. Ikkinchi qadam. Bank kartasi kimda ekanini aniqlang. Agar pensioner o'zi ishlatsa yaxshi. Agar farzandi yoki qarindoshi yordam bersa, bu yordam pensionerning roziligi bilan bo'lishi kerak. Zarur bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiring. Ishonchnoma muddati tugamaganiga alohida qarang. Juda ko'p muammo aynan muddati o'tgan ishonchnoma sababli chiqadi. Uchinchi qadam, pensiya hujjatlarini bir papkaga jamlang. Bu papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari bo'lishi kerak. 4-qadam, agar sizga tekshiruv bo'yicha xabar kelsa, avval xabarning manbasini tekshiring. Rasmiy idoradanmi, mahalladanmi, bankdanmi yoki noma'lum raqamdanmi? Noma'lum raqamdan kelgan xabar bo'lsa, shaxsiy ma'lumot bermang. O'zingiz pensiya bo'limining rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki hududingizdagi bo'limga boring. 5-qadam. Pensiya bo'limiga borganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mening pensiyam bo'yicha qanday tekshiruv ketmoqda? Qaysi hujjat talab qilinadi? Yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Agar ariza yozsangiz, 2 nusxada yozing. Bittasini topshiring. Ikkinchisiga qabul qilingan sanani va kirim raqamini qo'ydiring. 6-qadam. Arxiv hujjatlari kerak bo'lsa, vaqtni cho'zmang. Eski ish joyi tugatilgan bo'lishi mumkin. Lekin uning hujjatlari tuman, viloyat yoki davlat arxivida saqlangan bo'lishi ehtimoli bor. Arxivga murojaat qilganda ishlagan yillaringizni, tashkilot nomini, lavozimingizni, taxminiy davrini aniq yozing. Masalan, 1979 yildan 1977 yilgacha Andijon viloyati falon zavodda tikuvchi bo'lib ishlaganman deb yozilsa, izlash osonlashadi. 7-qadam. Agar pensiya to'lovi asossiz to'xtatilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval hududiy pensiya bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat darajasidagi idoraga, zarur bo'lsa, tegishli vazirlik yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin har doim hujjat bilan harakat qiling. Telefon suhbati, og'zaki va'da, tanish bilish orqali hal qilish ko'pincha keyin isbot bo'lmaydi. 8-qadam. Keksa ota-onangizga buni tushuntiring. Ular firibgarlardan qo'rqmasligi, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib kod so'rasa, darhol menga ayting. Hech kimga katta ma'lumotini bermang. Hujjat so'rashsa, avval farzandingiz bilan maslahat qiling deb aniq ayting. Bu oddiy gaplar ko'p oilalarni katta yo'qotishdan saqlaydi. Yana bir muhim maslahat, pensiya miqdorini muntazam tekshirib boring. Har oy qancha tushdi? Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Qo'shimcha to'lov bormi? Ushlab qolish bormi? Bularni yozib boring. Agar bir oyda keskin kamayish bo'lsa, darhol sababini so'rang. Ba'zan texnik xatolik bo'ladi. Ba'zan qayta hisob-kitob bo'ladi. Ba'zan hujjat yetishmasligi sabab bo'ladi. Sababini bilmasdan turib vahima qilish ham, jim yurish ham noto'g'ri. Agar sizning ota-onangiz 1930-1935 yillar oralig'ida tug'ilgan bo'lsa, bu ishni ularning o'ziga tashlab qo'ymang. Ko'p keksalar idoraga borishga uyaladi, savol berishga qiynaladi. Hujjatni qayerdan olishni bilmaydi. Siz farzand sifatida yordam bering. Hujjatlarini ko'rib chiqing. Kerakli nusxalarni tayyorlang. Bank kartasi xavfsizligini tekshiring. Telefoniga begona ilovalar o'rnatilmaganiga qarang. Bugun yarim soat vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha hafta yugur-yugurdan qutulasiz. Ayrim pensionerlar mening hammasi joyida deb o'ylaydi, lekin tekshiruvda mayda xato chiqadi. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, pasportda Abdullayeva bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 5 mart, boshqasida 6 mart bo'lib qolgan. Bu mayda ko'rinadi, lekin elektron tizim uchun bu ikki xil odamdek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun
hujjatlarni oldindan solishtirish juda muhim. Demak, 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar bo'yicha yangi tekshiruvdan qo'rqish emas, unga tayyor turish kerak. Tekshiruvning maqsadi odatda pensiyani bekor qilish emas, balki ma'lumotlarni aniqlashtirish, xatolarni tuzatish va to'lovlarni qonuniy tartibda davom ettirishdir. Eng muhim ishlar hujjatlarni tekshirish, bank kartasi xavfsizligini saqlash, ishonchnoma muddatiga qarash, manzil va pasport ma'lumotlarini yangilash, har qanday talabni rasmiy va yozma shaklda aniqlashtirish. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Tug'ilgan yilingizni, vaziyatingizni, qanday muammo chiqqanini qisqa qilib tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring, ayniqsa ota-onasi yoki buvisi bo'lsa pensiya oladiganlarga. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa va huquqiy masalalarda vaqtida olingan ma'lumot juda katta yordam beradi.